alaykum, hurmatli talabalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzluksiz ma'naviy tarbiyaning konseptual asoslari fanimizni navbatdagi mashg'ulotlarni boshlaymiz. An'anaga muvofiq biz har darsimizda siz bilan o'tgan haftada mamlakatimizda va mamlakatimiz hayotiga taalluqli tarzda xorijda, universitetimizda, kafedramizda ro'y bergan eng muhim yangiliklarni boshlaymiz. Siz ana shu yangiliklarni hayotingizdan o'tkazib turing va bugungi darsimiz haqida qisqacha ungacha tushuntirish berib o'taman. Bugun bizni darsimiz ochiq ma'ruza mashg'uloti darsida o'tyapti va bizda bugun mehmonlarimiz tashrif buyurgan. Demak, O'zbekiston Milliy universitetidan ustozimiz San'at aka Xudoyberdiyevich, fakultetimiz dekani, tarix fakulteti dekani, filologiya fanlari doktori professor ustozimiz Bekzodbek Xudoyberdiyevich, fakultet dekani xotin-qizlar bo'yicha maslahatchisi, dekan o'rinbosari Muloqon Yunusova va fakultetda o'quvchilariga mas'ul metodisti Xo'shidova Hamidova va professor ustozimiz Hayitxo'ja Xolmuzayev. Bizning ma'ruzamiz ochiq ma'ruza mashg'uloti, shuning uchun ustozlarimiz vaqtlariga qarab o'zlarining vaqtlarida kirib darsimizni bemalol kuzatishlari mumkin. Va men hozir ustozlarimizga aynan bugungi darsimiz jarayonini praktikaga borishlari uchun dars tahlilini taqdirlaman. Endi tashkiliy qismimiz tugadi. Endi bemalol o'tgan haftada hozir aytgandek mamlakatimiz hayotiga taalluqli daxldor tarzda xorijda va universitetimizda hamda kafedramizda ro'y bergan eng muhim yangiliklar. Kim boshlayveradi? Qani? Xumora qizim. Davrimiz zamonaviy texnologiyalarga bag'ishlangani sababli o'zbekistonlik yosh ixtirochilarimiz tomonidan Koreyada o'z amaliyotini o'tayotgan yoshlar 2029-yilda o'zining O'zbekistonning milliy haqiqiy sun'iy yo'ldoshini uchirish rejasini amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Bu Mirzo Ulug'bek loyihasi degan nom bilan tashkil etilyapti. Rahmat. Yana Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2-aprel kuni mustaqilligimizning 35 yilligini keng nishonlash va uni o'tkazish bo'yicha keng topshiriqlar berdi va mustaqillik 35 hashtag ostida keng targ'ibot ishlarini olib borishni o'sha Yoshlar agentligiga topshirdi. demak, eng muhim va quvonarli, mas'uliyatli siyosiy jarayonlar boshlandi. To'g'rimi? Qancha vaqt? Xususan O'zbekiston hududida o'sha muhim yangiliklardan yana biri Toshkent-O'sh va O'sh-Toshkent yo'nalishidagi ilk avio qatnovlarni yo'lga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin va buning natijasida bu nimaga sabab bo'lishi mumkin? Respublikamiz hududida turizmga bo'lgan katta bir e'tibor va ko'plab tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratishda qilingan ishlar hisoblanadi. Texnologiya bog'ini barpo etishga start berildi va tadbir oxirida ishtirokchilar bilan birgalikda 5 gektar maydonga birgalikda o'zlari hujjat ekishdi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Bizga yaqinda o'sha 2026-yil 26-27 mart kunlari o'sha Tojikiston prezidenti bizga tashrif buyurdi, Emomali Rahmon, va ikkala davlat o'rtasida qo'shnichilik munosabatlarini yaxshilash maqsadida o'sha savdo tranzit yo'llarini hamkorliklarni kelishdi va 20 dan ortiq yirik shartnomalarni imzolab ketishdi. Juda yaxshi. Bu Navro'z sayli bo'lib o'tdi. Butun respublikamizda bo'lib o'tgan tadbirlarning davomi sifatida, demak ushbu tadbirimizda demak milliy raqslar, milliy kiyimlarimiz, milliy taomlar, milliy o'yinlarimiz namoyish bo'lib o'tdi. Bu yosh avlodga kelajakdan ota-bobolar, ajdodlarimizdan qolayotgan merosni avlodlarga yetkazishda eng yaxshi bayramlardan biri hisoblanadi. yaxshi. Tanlovimiz bu Suzmuqning sultoni Alisher Navoiy hisoblanadi. Alisher Navoiyning eng mashhur asari biz bilamiz, bu Hamza. Bundan tashqari Badoil Bidoya, Navodirul Nihoya asarlari ham juda ajoyib. Juda
javoblarimiz solishtirilgan bo'lsa qo'shimchalar manimcha javoblar maqsadga muvofiq bo'ldi, to'g'rimi? Sharq Arastodan parodiga nisbat berilganligi, fozil asarlar, fozil odamlar shahri asarining muallifi ekanligi, Ibn Sinoni o'sha tin qonunlari asari, G'arbda Avitsina nomi bilan tanilganligi, to'g'rimi? Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Hindiston kabi judayam geodeziya asarlari muallifi, astronomiya, geodeziya, tarix va mineralogiya boshqa sohalarga juda katta beqiyos o'zini ulushini qo'shgan. Demak, Abu Rayhon Beruniy yoki o'sha baxtga keltiruvchi ilm, kitob va bilik asarini muallifi va adolatni, bilimni, axloqiy kamolotni hamisha faoliyatida ham va merosida ham targ'ib qilgan buyuk mutafakkir Yusuf Qozixonchi. Temuriylar davri adabiyoti falsafasi cho'qqisi, o'zbek tilining asoschisi, g'azal so'z mulkining emas, so'z mulkining sultoni kim edi? Mavlono Lutfiy. G'azal mulkining sultoni, shoirlarning sultoni, demak, Umar Alisher Navoiy hazratlari. Ana endi oldimizda qanday, o'tgan haftani biz tahlil qildik. Oldimizda qanday juda buyuk tarixiy, ijtimoiy, siyosiy jarayon turibdi. Nishonlaymiz va qarangki, bizim mavzumiz ham xuddi shu sanaga to'g'ri keldi. Demak, yozib olamiz. Amir Temur va Temuriylar merosidan uzluksiz tarbiya jarayonida foydalanish. Amir Temur va Temuriylar merosidan uzluksiz tarbiya jarayonida foydalanish. Bugungi mavzumiz bu borada to'xtalishimiz mumkin. Boyagi o'sha ro'yxatni olib turishimiz mumkin. Olib borilgan ishlarga imkon qadar ko'proq to'xtalishimiz mumkin. Keyingi rejalarimizga qarash uchun ishimiz kerak. Bugun Temuriylar madaniyati, Temuriylar davlati, Temuriylar madaniyati, Ulug'bek va Samarqand astronomiya markazi, maktabi, Navoiy Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur kabi so'zlarni nafaqat o'zbeklar, balki jahon xalqlari asarlari sahifalarini uchratadiganmiz. Shu o'rinda bitta narsani aytib qo'ying. Biz sharqlikmizda g'arbda shunaqa fraza bor. Agar Bayron va Shekspirni bilmasa, bu insonni g'arblik deyish mutlaqo mumkin emas. Xuddi mana shu talqinni biz sharqqa nisbatan oladigan bo'lsak, buni sharqlik mutafakkirlar, sharqlik tarixchilar alohida e'tirof etishadiki, agar Navoiy bilmasa, tanimasa bu insonni sharqlik deyishimiz qiyin. Lekin bularning zamirida ham aslida buyuk Amir Temur Xonqo'rg'oniyning ulkan xizmatlari bor. Ularga qoldirgan boy merosi. Amir Temur zamonida yozilgan asarlarni tun bilan o'qiydigan bo'lsak, juda ko'p yaxshi asarlar, jumladan to'g'rilik, muruvvatlilik, el yurtga muhabbat, ra'iyatparvarlik va hokazo shunday jihatlarga ega bo'lishimiz haqida biz ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Amir Temurning temir uzuklari, Nizomiddin Shohning, Sharafiddin Aliyaziylarning safarnomasi, Ibn Arabshohning Temur haqidagi xabarlarida taqdir ajoyibotlari juda ko'p. Biz bu haqida darslarimizda ko'p to'xtalganmiz, chunki juda mulohazaga chorlaydigan, mulohazaga insonni yetaklaydigan manbada mana shu Ibn Arabshohning Amir Temur haqida taqdir hikoyalari, taqdir ajoyibotlari va boshqa asarlarda keltirilgan Sohib Qur'onning ibratli ishlari, pand nasihatlari
o'gitlaridan ham biz buyuk bizni bular el yurt va fuqarolarni tashkil hozir qo'shnichilikka rioya qilish, nihoyat mardlik, shunday Amir Temur shaxsiyatiga xos bo'lgan bir xususiyat mardlik edi. Dushmanga ham mardlarcha munosabatda bo'la oladigan va qahramonlik biz mana qo'lga aytdim, Temur tuzuklari bugungi avlod uchun ham dasturul amal vazifasini o'taydigan juda nodir manba. Ikki qismdan iborat ushbu manba. Demak, birinchi qismda Amir Temurni Mavarounnahrda saltanatni qo'lga kiritish uchun olib borgan yurishlar va bu borada yaqinlari bilan o'tkazgan kengashlar, amirlar bilan olib borgan muzokaralari, tafsilotlari o'zini ifodasini topgan. Ikkinchi qismda Amir Temurning davlatni boshqarish, mamlakatni idora qilish uslubi haqidagi chinakam ma'nodagi tuzuklari va qonun qoidalari, yo'l yo'riqlari, pand nasihatlari va biz avlodlarga qoldirgan vasiyatlari o'zini ifodasini topgan. Ana endi biz ularni umumlashtirgan tarzda Temur tuzuklarini varaqlar ekanmiz. Amir Temur o'zi hayotida amal qilgan aforizmlarga birliksiz kuch bo'lmas. Botir jangda bilinar, dono mashg'ulotda. Boshingga qilich kelsa-da, faqat rost so'zla. Bir darsda aytganman, rost so'zlagani uchun o'limdan qutulib qoldi va nafaqat o'limdan qutuldi, hattoki o'sha qaroqchilarning o'zini ham nima qildi? Haq yo'lga boshlashga musharraf bo'ldi. Demak, bu o'sha to'g'ri so'zlik haqida-da dushmandan qo'rqma, munofiqdan qo'rq. Do'stlik sinovda chiniqadi. Nagaga Bruna Yasinskiyni dushmandan qo'rqma, munofiqdan qo'rq degan fikri borda. Dushmanlardan qo'rqma, nari borsa ular seni o'ldirishi mumkin. Do'stlaringdan qo'rqma, nari borsa ular senga xiyonat qilishi mumkin. Ammo munofiqdan, beparvo odamlardan qo'rq. Ular seni o'ldirmaydi ham, sotmaydi ham, lekin bir chekkada jim beparvo turaverish oqibatida yer yuzida minglab, millionlab xiyonat va qotilliklar sodir bo'ladi. Prezidentimiz ushbu Bruna Yasinskiy fikrini asarda keltirib o'tganlar. Aslida o'ylab qarasak, bu g'oyalarni amalga oshirmayapti. Demak, bergan oldi bilinar, botirchi yo'l kelsa, oziqla ot xorimas. Yana bittalar til qilichdan teskari aytamiz. Aytgan so'z otilgan o'q. Aytdingmi, uni qaytarish qiyin. Shuning uchun tilga ehtiyot bo'lish kerak. Qilichdan o'q qilib. Qonni qon bilan emas, nima bilan? Suv bilan yurish kerak. Yaxshini yomon qilsin. Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar. Bu aforizmlar bugungi kunda ham biz farzandlarimizga o'rgatsak, shaksiz shubhasiz o'zini faqat ijodiy samarasini berishi turgan. E'tiborlisi, Sohibqiron Amir Temur amal qilgan o'zi hayotida, faoliyatida amal qilgan shu aforizmlarga nazar tashlar ekanmiz. Ular yoshlar va harbiy kasb egasiga yo'l beradi. Hayotda bo'lib o'tishi mumkin bo'lgan turli xil voqea, ko'ngilsiz voqea hodisalardan ularni keraksa bizni ogoh etayotganligini ko'rishimizga amin bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Jilish marosimida markazida eski shahar joylashgan islom zamonaviylashtirildi. Yoshlar shunaqa ranglarni yaxshi ko'rishadi, o'yinlarni yaxshi ko'rishadi. Biz mutanosiblik testini ham yangicha shaklga keltirdik. Mavzuni mustahkamlash jarayonidan joy-joyiga qo'yib chiqasizlar. Sizga kerakli
Hasanbek ustolarga ularga qo'shildi. Hozirgi ustozlarimiz mana shular gapirasizlar. Qazoni yurma, Alisher Navoiy. Ha? To'xtang, keyingisi bo'layapmi? Keyingisi chiqaradi qoldi. Volidiya bobur. Eng ko'p yozilgan asar va sahnalashtirilgan asar Shekspirning asarlari Amir Temur haqidagi asarlar. Amir Temur strategiyasi butun dunyoga o'rganilgan. Shuning uchun uni Temur tuzuklar asari bu hayot, mamot va kelajak yo'llarini ko'rsatib beradigan buyuk demak asar hozirgacha ma'naviy ma'rifat qiymatini hech yo'qotgan emas. Aytangki, tobora oshib boryapti. Biz uni chuqurroq anglab boryapmiz desak, yanada nima to'g'ri aytgan bo'lamiz. Endi Amir Temur haqida Temurlar davramizda juda ko'p tadqiqotlar demak amalga oshirib boryapti. Birgina agar shu davrda yashagan buyuk ma'naviyat cho'qqisining eng yuksak nuqtasi Alisher Navoiy misolida olib qarasak ham 2005 yildan ortiq ilmiy doktor saynis institutidan doktor PhD darajasi ilmiy ishlar demak amalga oshirib boryapti. Ko'ryapmizki, bu davrda yashagan har bir ajdodimizni merosiga bir marta sayohat qilgan o'zi bilan birgalikda duru javohirlarni ma'naviy duru javohirlarni olib chiqyapti va hayotga demak taqdim etyapti. Demak, bitta shaxs haqida gaplar. Bu davrda juda katta ko'pchilik shaxslar yashaydi. Agar Amir Temurning mana shunday buyuk xizmatlari bo'lmaganda edi, Ulug'bek darajasida, Navoiy darajasiga demak albatta erisha olmagan bo'lur edi. Amir Temurning buyuk xizmatlari ilm-fanga, demak bunyodkorlikka, yaratuvchilikka, novatorlikka demak juda katta e'tibor berdi. Dunyoda juda ko'p sarfladilar. Va ularda demak yubileylar butun dunyo miqyosida demak nishonlanganlar juda kam emas. Demak mana 96-yil demak o'sha UNESCO miqyosida butun dunyo miqyosida demak Amir Temurning yili sifatida nishonlangan. Chunki Amir Temurda nafaqat bitta mintaqa xalqlari, bitta millat, umumiy bashariyat uchun buyuk xizmatlari demak borligini dunyo allaqachonlar demak e'tirof etib ulgurgan edi. Mustaqillik foiz Amir Temur haqida, Temuriylar haqidagi tarixiy adolat tiklandi. Bu bizning ma'naviy, madaniy hayotimizga g'urur, shan va o'zimizni anglashimizda va endigi yo'l yo'nalishlarni belgilab olishga juda katta xizmatga demak ega bo'ldi. Shunda men demak, o'sha yurt va fuqarolar uchun qayg'urish, vatanini tinch, osudaligi uchun har doim harakatda bo'lish, bular hammasi bugungi kun avlod uchun ham demak ibrat olsa arzigulik. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun mana shu 1 soat, bir juftlik 2 soatlik darsimizda bu boradagi bilimlarimiz takomillashdiki, kam bo'lmadi, to'g'rimi? Va zaxiralarimiz ancha boy edi. Va bu zaxiralarni endi o'sha kerakli joylarda, kerakli tarzda va manfaatli ko'rinishda albatta qo'llaymiz va ishlatamiz. Shoyatki har bitta bergan bilim qachon o'zini mohiyatiga bo'ladi, agar bu bilim manfaatli bo'lsa. Va Amir Temur merosi, Temuriylar merosi uchun, merosi ham bugungi avlod uchun manfaatli edi. Va mana shu joyda men darsimni tugataman. Uyga vazifalarni topshirig'ini yozib olamiz. Temur tuzuklarini asrlar davomida o'zini qiymatini yo'qotmay kelayotganligining asl sababi nimada? Buni tahlil qilib kelasiz. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, nima uchun shu asrlar o'tdi? 690 yil deyapsiz. Mayli, demak Amir Temur bu asari 40 yosh, 50 yoshdan keyin 50 yilroq tashlaydi, 650 yildan beri 6 asrdan ziyod bu asar o'zini mohiyatini yo'qotmay kelyapti. Buning sababi nimada ekan? Mana shu haqida siz uyga vazifani qilasiz, bajarib kelasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.